Chevrolet Gentra sedan mashinalar ichida chempionlardan bittasi. Nexia 1, Nexia 2 8 ta, 8,5 ta, trassada 7 ta yilida juda katta probyektda yurib beradi. Metall qalin, eng nadojniy motorlardan bittasi. O'zim ham Gentra olib ketdim. Mashinaning zo'rligidan emas, Xitoy elektromobillari yoqilg'i. Bu Gentrami yo aravami? Hamyonbop deyiladi, komfortliroq bo'lgani uchun. Chevrolet Gentra. Sizni xursand qilish uchun mashinani plyuslarini gapiraman. Ya'ni qanaqa? Motor 1.5 atmosferniy Euro 5 motor. Ya'ni bu nima degani? Bu degani hozirgi kundagi eng nadojniy motorlardan bittasi. Ya'ni GM mashinalariga qo'yilgan motor. Bu motor sizga nima beradi? Bu motorga siz to'g'ri xod qilsangiz, ya'ni to'g'ri qarab yursangiz, mashina juda katta probyektda yurib beradi. Plyusini aytaymi sizga? Bu motorni ustasi-yu zapchasidan umuman muammo yo'q. Hamyonbop deyiladi va xohlagan joyingizda O'zbekistonning qaysi hududida bo'lsangiz ham bu motorni remont qildirishga usta topa olasiz. Bu birinchi plyusi mashina. Ikkinchi plyusi eng kerakli bo'lgan plyuslardan bittasi. Ya'ni zapchasi, avtoehtiyot qismlari. Bilamiz, O'zbekistonda Gentra, Chevrolet mashinalariga avtoehtiyot qismida juda ham ko'p. Toshkent shahrini oladigan bo'lsak, Sergeli, Farxatskiy, Gvarevskiy hamma yoqda bor. Kirib turib Gentra motor desiz, hammasi tayyor. Porshini bo'ladimi, ko'lsasi bo'ladimi, klapani bo'ladimi, golovkasi bo'ladimi, hammasi bor. Bu sizni ikkinchi yutug'ingiz bo'ladi. Gentra mashinasini GM boshqa mashinalardan ajratib turadigan joyi yana bitta fishkasi bu uni metallida. Gentrani metali ustalardan ham so'rasangiz bo'ladi bu narsani. O'zini klassidagi mashinalar, ya'ni Nexia, Nexia 2, Nexia 3, Cobalt ularning ichida eng yaxshisi hisoblanadi. Nimaga? Metali qalin, zanglamaydigan baquvvat. Bu sizni uchinchi yutug'ingiz. O'zbekiston hududida eng kerakli bo'ladigan narsalardan bittasi mashinani saloni. Gentrada buni ham plyusi bor, ya'ni salon keng. Shofyorni o'tirib mashinani haydashi bormi? Yoningizdagi yo'lovchi bormi? Bundan ham zo'r orqada o'tiradigan odamlar ham maza qilib ketadi. Nexia 1, Nexia 2 ga o'xshab qilib qolmaydi. Kengligi, salonning ichi haqiqatda zo'r. Bu narsa bo'yicha Cobalt, Nexia 3lar, Nexia 1, Nexia 2lar Gentraga yaqinlasha olmaydi. Shuni hisobiga ham o'zbeklar Gentrani ko'proq yaxshi ko'radi. Salonni kengligini hisobiga. Bu sizni 4-yutug'ingiz bo'ladi. Gentra haydaydigan odam mashinani olganda boshqacha his qiladi o'zini. Nimaga bilasizlarmi? Bu mashinaning zo'rligidan emas. Gentra zo'r, dahshat, legendarniy mashina deb bo'lmaydi. Nimaga bilasizmi? Bu mashinani O'zbekistonda narxi birdaniga tushib ketib qolmaydi. Mana ayrim mashinalar bor, Xitoy elektromobillari. O'sha 1 yil haydab yurilgandan keyin sotaman desiz, narxi teng barobar tashlab yuboradi. Gentrada unaqa narsa yo'q. Olganingizdan keyin bir maza qiladigan, 5-chi sizga plyus bo'ladigan joyi mashina narxi birdaniga pastga tushib ketib qolmaydi. Shunaqa vaqtlar bo'lgan, olib haydab Gentrani-chi odamda foydasiga sotishgan. Men sizga Gentra haqida 5 ta plyus aytdim. Bu 5 ta plyus sizni qanchalik qoniqtirdi bilmadim. Endi 5 ta minusni ham aytib o'tib keta qolay. Bilib qo'yganingiz o'zingizga foyda. Birinchi eng katta minusi Gentra. Yoqilg'i. Ya'ni benzin. Benzin bo'ladimi, propan bo'ladimi, metan bo'ladimi? Ichish bo'yicha Gentra Volgadan keyingi o'rinda turadi. Bilsanglar kerak, ya'ni Sovet davrida mustaqillik chiqqan gaz 31 gaz 31 benzin ichish bo'yicha sedan mashinalar ichida chempionlardan bittasi. Endi undan ham ko'p ichadiganlar bordir, men o'zim haydab ko'rganlar bo'yicha sizlarga tushuncha beryapman. Aytishi mumkin zavod 8 ta, 8,5 ta, trassada 7 ta yilida yo'q. Buni haydab ko'rgan odamdan so'rasangiz ketadi. Shaharning ichida, probkalarda qisqa masofaga qatnaydigan odamlarda benzin bilan, yoqilg'i bilan muammo ko'p. Nimagaki avtomat korobkalar 12 ta, 13 ta, даже 14 ta degan paytlari ham bo'ladi. Prashifka qilinmagan holatda. Bu
birinchi eng katta minusi bo'ladi jentlar. Ikkinchi minusi motor bilan korobkani bir-biriga sal mosligi to'g'ri kelmagan. Nimasi? Oddiy jaydar tilda tushuntiraman. Siz jentraga o'tirdingiz. Ya'ni oldingiz o'tirdingiz, mashinani gazini oxirigacha bosib turib yurib ketaman desangiz, korobka parod qiladi. Nimaga korobka parod qiladi? Korobka bu 1.5 motorga moslashmagan, kuchliroq motorlarni tortib beradigan korobka. Shuning uchun hozir jentra olgan odamlar motor bilan korobkaga prashipka qildiradi. Nimagaki korobka vaqtida skorsini almashtirsa, ekonomishniy bo'lsin, tezroq yursin. Lekin siz zavod holatida olgan jentrada bosib turib tez haydayman deb ovora bo'lmang, mashina yurmaydi. Faqatgina motorni qiynab o'kirtirganingiz qoladi. Bu ikkinchi katta minus. Uchinchi eng katta minuslardan biri bu JM mashinalarida bor hammasida, lekin jentra ularga nisbatan qimmatroq, ularga nisbatan komfortliroq bo'lgani uchun zavod shu narsaga e'tibor berish kerak edi, lekin e'tibor bermagan. Bu uchinchi muammo shumoizolyatsiya. Ya'ni tashqaridagi ovoz katta trassalarda yurganingizda ichkarigi shunaqa bilinadi, o'zingiz hayron qolasiz. Mashina bu jentrami yo aravami? Bu uchinchi eng katta minus mashina. To'rtinchi eng katta minuslardan biri komfort xohlagan insonlar uchun emas bu mashina. Nimaga? Mashinani ichlari keng bo'lgan bilan elektronikalari, audio sistemalari juda ham oddiy bo'lgani mashinani narxiga sal to'g'ri kelmaydi. Nima deyotganimni o'zingiz tushunayotganingiz. Chunki hozir yangi jentraning narxiga juda ham saloni, audio sistemasi, elektronikasi moshni bo'lgan Xitoy mashinasini olsa bo'ladi. Beshinchi eng katta minusi ko'p jentra haydaydigan odamlarning og'riqli nuqtasi bilasizmi nimaligini? Taxminan qilib ko'rmasangiz kerak. Bu hadovoy bo'ladi. Hadovoyni nimasi yomon deb o'ylashingiz mumkin. Lekin hadovoy qiladigan ustalardan jentrani so'rasangiz, hadovoydagi amortizatorlari birinchi bo'lib buziladigan JM ichidagi birinchi mashina o'sha bo'ladi. Sababini tushuntirib o'tib ketaman. Sababi kuzov og'ir. Boya aytganimdek, JM mashina o'zini klassidagi mashinalar ichida komfortliroq bo'lgani uchun kuzov og'ir. Shuni hisobiga amortizatorlar kuzovini ko'tarib bera olmaydi. Bu narsa uzoq yo'lga qatnaydigan odamlarda, ya'ni o'sha shofyorlar juda ko'p boshdan o'tkazgan moy qo'yib yuboradi. Jo'stkiligi shundoq bo'linadi. Bu 5-katta minus. Sizni zeriktirib qo'ydim minuslarni aytib turib. Mayli, siz uchun yana 5 ta plyusni sanab beraman jentra bo'yicha. Lekin fikringizdan qaytmang. Men berayotgan fikrlar xolis. Hamma usta ham aytmaydi bu narsani. Qaysidir bloger kontent qilib, like yig'ish uchun yoki sizni jahlingizni chiqarib kommentariy yozish uchun gapiradi. Bu narsani menga qizig'i yo'q. Men sizga xolis maslahat beraman. Siz o'zingizga keragini oling. Sizga manfaatli bo'lsa, bizga ham manfaatli shu narsa. Davom etamiz. Agar like bosmagan bo'lsangiz, like bosib qo'ying. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Avtoshovvozda shunaqangi xolis fikrlarni berib boramiz sizlar uchun. Eshitib maza qilasizlar. Keyingi 5 ta plyusi jentra. Tabriklayman, yana bitta plyus sizga mashinani detallari juda ham chidamli. Cobalt, Nexus 3, Nexus 2, Nexus 1 ga qaraganda jentran detallari juda ham chidamli. Mashinani olganingizdan keyin xohlagan ustingizga borsangiz, usta qo'rqmasdan mashinangizni olib qoladi. Nimagaki, mashinani detallari chidamli. Hemchiska qildirasizmi? Motor qismidagi ishlaringiz bo'ladimi? Hadovoy qismidagi ishlaringiz bo'ladimi? Ustalar uni sochib, yig'ish, qo'yishi muammosi yo'q. Kaprizning emas. Shu narsa sizni yana bitta plyusingiz. Yuqorida motor korobka masalasida gaplashdik. Lekin jentraning plyusi korobkasi boshqa mashinalarga qaraganda ancha baquvvat. Buni korobka qiladigan ustalardan so'rasangiz, sizga aytishadi bu narsani. Bu yana bitta plyusingiz. Yana bitta plyus haqida gapirsam. Jentraning elektriklar juda ham yaxshi ko'radi. Nimaga yaxshi ko'radi bilasizlarmi? Elektronikasi shunaqangi soddaki, qiynalish yo'q. Bemalol relaylarni shteklarni ulab tashlaverishadi. Nimaga desangiz, uncha-munchaga buziladigan mashina emas. Jentraning yana bitta plyusi elektronikasi jihatdan sizni xotirjam qiladi. Bo'lar bo'lmasga muammo qilmaydi. Motor yana to'xtalamiz. Metan, propan, benzin
muammosiz. Chunki atmosferniy 1.5 Euro 5 standartli motor bo'lgandan keyin xohlagan yoqilg'izda yurasiz. 80 yo'q bo'lib ketdi. 92, 95, 98 bemalol. Bu sizni yana bitta plyusingiz. Oxirgi eng zo'r plyuslardan bittasi shu Gentrani, aynan siz olmoqchi bo'lgan Gentrani tuning qilsa bo'ladi. Tuning deganda tonirovka qilib qo'yish, polirovka keramika qilib qo'yish tushunmaysiz. Mashinani sportvenniy qilib turib, motorini olib tashlab, kapotni ichiga kattaroq motor qo'ysa bo'ladi. Mashinani вообще zver qilsa bo'ladi. Siz shu mashinani olmoqchi bo'lsangiz, sizga xolis fikrimni aytaman. Do'stim, sizga Gentra haqida 10 ta yaxshi, 5 ta yomon ma'lumot berdim. Ya'ni 10 ta plyusi, 5 ta minusi. Bu gapim bilan Gentrani maqtash niyatim yo'q. Mutaxassis sifatida o'zim ko'rgan, bilgan narsalarimni sizga tushuntirib berdim. Siz shu Gentrani olganingizdan keyin birinchi qiladigan ishlaringizni men sizga yordam tariqasida aytib o'tib ketaman. Ketdik. Mashinani olganingizdan keyin обязательно programma qildiring. Motorga, korobkaga. Bu mashinani bo'g'ilib yurishini, benzin ko'p rasxod bo'lishini, korobkada skoroustlarni almashish vaqtini to'g'irlab beradi. Qiziqsangiz, o'zingiz uchun avtozvukni to'g'irlatib qo'ying. Endi Gentra haydaysiz-u, eski smartfonda yursangiz, sal yarashmasa kerak. Uzoq yo'lga yuraman desangiz, ходовойga обязательно uslub qildiring. Ya'ni amortizatorlarni iloji bo'lsa boshqa vaqtli amortizatorga almashtiring. Do'stim, asosiy narsani aytman sizga. Mashinani olayotganda sotishni ham o'ylab qo'ying. Bizda O'zbekiston hududida Gentrani qora va oq rangiga talab yuqori. Ham boshqa rangga olib qo'yib erta sotaman deganda sal qiynalib yurmang. Ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, Avtoshovoz kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar uchun shunaqangi zo'r, xolis fikrli videolarni chiqaramiz. Ko'rib, like bosib, qo'llab-quvvatlab, qanaqadir fikr tug'ilib qolsa, kommentariyada bemalol yozib qo'yinglar. Biz ko'rib chiqib javob beramiz. Rahmat hammaga.